Xayrli kun hammaga. Bu aziz, bu matematikadan navbatdagi darsimiz. Bugungi darsimizda biz sonni moduliga doir misollarni ishlaymiz. Sonning moduliga doir misollar. Moduliga doir misollar. Demak, darsimizni quyidagi misol bilan boshlaymiz. Demak, ushbu misolni men kitobdan olman. Demak, hisoblang deb qo'yibdi. Demak, masalamiz quyidagicha. -15 ni moduli qo'shilgan -20 ni moduli ayrilgan -3 ni moduli ko'paytirilgan -5 ni moduli. Demak, bizada ko'paytirish, qo'shish va ayirish qatnashgan arifmetik amal berilgan. Biz bilamiz, agar qo'shuv va ko'paytiruv va bo'luv berilgan bo'lsa, biz birinchi bo'lib ko'paytiruv va bo'luvni bajaramiz, undan keyingina qo'shuv va ayruvni bajaramiz. Shuning uchun ko'paytiruv amali birinchi bajariladi, keyin qo'shuvni va keyin ayruvni bajarsak ham bo'ladi. Demak, birinchi navbatda biz -3 ni modulini -5 ni moduliga ko'paytiramiz. Demak, -3 ni -5 ni moduliga ko'paytirsak, demak, -3 ni moduli nechaga teng? Biz bilamiz, manfiy bo'lsa musbatini olamiz. 3 ga teng. -5 ni moduli esa 5 ga teng. Demak, 3 ni 5 ga ko'paytirsak 15. Demak, mana bu narsa modul -3 ko'paytirilgan modul -5 15 ga teng. Endi -15 ni moduliga -20 ni modulini qo'shsak bo'ladi. Demak, -15 ni moduli qo'shilgan -20 ni moduli. -15 ni moduli 15 ga teng. -20 ni moduli 20 ga teng. 20 ni 15 ga qo'shadigan bo'lsak 35. Demak, bu narsa 35 ni bizga berdi. Demak, oxiri endi ayruv ishorasini bajaramiz. 35 ayrilgan 15 natija 20 ga teng. Demak, mana shu misolimizning natijasi 20 ga teng. Tushunarligi. Endi keyingi misollarga ko'radigan bo'lsak, keyingi misolimizda tenglama bo'ladi. Demak, modul x teng 9. X ni topishimiz kerak. Demak, biz bilamiz, istagan sonni moduli, musbat yoki manfiy sonni moduli musbat son bo'ladi. Demak, mana bu sonni ichiga nechini qo'ysak 9 hosil bo'ladi. Mana shu sonni ichiga agar 9 ni qo'yadigan bo'lsak, 9 hosil bo'ladi, to'g'rimi? Demak, javobi 9 deyishimiz mumkin. Lekin faqat 9 ni qo'ysak 9 olamizmi? Yo'q. -9 ni qo'ysak ham biz har doim 9 olamiz. To'g'rimi? Masalan, modul ichiga -9 yoki 9 qo'ysak, javob har doim 9 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, x bu yerda ikkita ildizga ega. Ya'ni ushbu tenglamamiz ikkita ildizga ega va x ikkita qiymatga ega. X 9 bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa -9 bo'lishi mumkin. Tushunarligi. Ushbu misolda tenglamamiz ikkita ildizga ega. Har doim agar modul qatnashgan tenglama sizlarga duch keladigan bo'lsanglar, yodda saqlanglar. Har doim agar x teng ma'lum bir songa yetib kelsanglar, mana a deb qolamiz mana shu ma'lum sonni. Demak, ildizi qanaqa bo'ladi? Qizilda yozaman, chunki buni eslab qolish kerak. Demak, tenglamani ildizi har doim musbat a ga teng bo'ladi. Bu birinchi ildizi va ikkinchi ildizi manfiy a ga teng bo'ladi. Buni eslab qolib yodlab olishimiz kerak. Tushunarligi. Masalan, sal pastga tushamiz. Deylik, tenglamamiz x ayrilgan 2 teng 9 berilgan, 4 berilgan bo'lsa, demak, qanaqa ishlaymiz biz uni? Demak, mana shu modulni biz modul bo'lsa ishlayolmaymiz, to'g'rimi? Modullarni yo'qotib yuborishimiz kerak. Uning uchun nima deymiz? Boy aytdik. Demak, tenglamamiz ikkita ildizga teng bo'ladi. Demak, mana shu x ayrilgan 2 4 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Chunki bu a bo'ladi. x1 desak bo'ladi. x2 bo'lsa, x2 - 2 bo'lsa, -4 ga teng bo'ladi. Tushunarligi. Demak, hozir bu yerda bizda ikkita ildiz hosil bo'ladi. Demak, birinchi tenglikni agar yechadigan bo'lsak, demak, tenglikni ikkala tarafini 2 ga qo'shsak, bu 0 ga aylanadi yoki bo'lmasa ma'lum sonni biz 10 tarafga o'tkazib yuborishimiz mumkin. 10 tarafga o'tganda ishorasi o'zgaradi o'sha sonni, to'g'rimi? x1 ni o'zini qoldiramiz. Demak, 4 o'zi yoziladi. -2 10 tarafga +2 bo'lib o'tadi. Demak, x1 6 ga teng. Bu birinchi tenglamani birinchi ildizi. Ikkinchi ildizini topish uchun, demak, -2 ni 10 tarafga o'tkazib yuboramiz. -2 ni 10 tarafga o'tkazganimiz uchun +2 bo'lib o'tadi. Demak, buni hali biz ishlashni ko'rib chiqqanimiz yo'q. Shuning uchun men faqat javobini aytaman.
x2 minus 2 ga teng. Demak, ushbu tenglamani ikkita ildizi bor va uni ildizlari minus 2 va 6 ga teng. Tushunarliga bu modulda qatnashgan tenglamani qanaqa yechishga doir misol edi. Demak, yana bitta misol ko'ramiz. Oxirgi misolimiz bo'ladi bu. Agar modul x teng minus 16 berilgan bo'lsa, demak, bu mumkin emas. Tushunarliga, agar mana shu tenglamani ildizini toping desa, biz nima deb yozamiz? Tenglamani ildizi mavjud emas deb yozamiz. Tenglamani ildizi mavjud emas. Ildizi mavjud emas. Mavjud emas. Nimaga mavjud emas? Biz aytgandik-ku, x plus ham bo'lishi mumkin, manfiy ham bo'lishi mumkin degandik, to'g'rimi? To'g'ri, lekin absolyut qiymat har doim musbat sonni chiqarish kerak. Agar plus 16 bo'lganda, unda ildizini topardik. Lekin musbat sonda absolyut qiymat hech qachon manfiy ishorani bermaydi. Har doim musbat ishorani berish kerak javob tariqasida. Tushunarliga, agar modul qatnashgan bo'lsa, biz modulning ichiga masalan musbat sonni qo'yishimiz ham mumkin. Manfiy sonni ham qo'yishimiz mumkin. Lekin natija har doim musbat bo'ladi. Doimo musbat. Demak, mana shu narsani agar yodda saqlasanglar, sizlar modul qatnashgan misollarni tenglamani ishlashda hech ham qiyinchilikka duch kelmaysizlar. Demak, darsimiz shu yerda nihoyasiga yetkizagan bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsimiz sizlarga yoqdi deb umid qilaman. Agar umuman mana shu darslarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, unda sizlardan demak, ushbu sahifamizga obuna bo'lishinglarni iltimos qilib so'ragan bo'lardim. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan keyin darsda ko'rishamiz. Xayr.